Bu razgon emas. Tradingga o'rganganman, tradingda yaxshi pul topganman. Lekin men uchun oxirgi payt mana bu mag'ur tema razgon. Sizlar o'zingizlar shu narsaga ishonyapsizlarmi? Prosta bilaman qanchalik odam hozirgi paytda egoist bo'lishi mumkin o'zini o'ylash uchun. Lekin meni shunaqa ko'tim yonib, boshqa odamlarni o'ylayapman-da. Onani ko'z yoshini ko'rib, bolam shuncha pul sliv qilardi, bolam shuncha og'riq bizga keltirdi degan so'zlarni eshitib borib, men realni ichim kuyibdi. To'g'risi, men qanchaliga gapirmasam ham odamlar meni eshitishmaydi. Prosta masalaga aytib qo'ymoqchi bo'lgan narsam, ota-onamizni asranglar, o'zinglarni ham asranglar. Tez pul topishga iltimos qiziqmanglar. Men sizlarni iltimos qilaman. Tez pul topish orqali sizlar katta baloga tushib qolishingiz mumkin. Xudo asrasin. Hamma odamga ham trading bo'lish berilmagan. Hamma odamga emas. Hamma odamga streamer bo'lish berilmagan. O'zini qanaqadir talanti bo'ladi odamga. Xudodan berilgan. Tradingda ikkita yo'nalish bor boy bo'lib ketish. Birinchisi bu aql bilan plus omad qo'shilganda boyib ketish. Yoki-da bilimini sotish. Kurs. Вы в это реально верите? Men ishbalod demoqchi emasman. Ishbalod demoqchi emasman. Meni ham razgon qilgan paytlarim bo'lgan. $100 dan qanchadir pul ko'targanman. Bir kunlik xursandchilik. Lekin keyin bitta aka bilan ishlab ko'rganman. $20 sliv qilib, 5 oy stress depressiyada yurganman. Iltimos. Meni baribir eshitmaysizlar. Lekin prosta bu narsa sizlarga napominalka bo'lsin. Bu orqali sizlar xursandchilik ko'rmaysizlar. Hayotning mazasini tushunmaysizlar. Omad.